Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka ukalar, Parvoz aka ukalar, hammangiz sog' salomatmisiz? Oilalaringiz tinchmi? Musofirda yurgan aka ukalar, hammang chotdimi? Ekrandan uzoqlashmang agar mehmon bo'lsangiz. Hozir xudo xolasa bomba video bo'ladi. Xo'rozlarni. Mana quyosh chiqdi osmonda. Charaqlab ketdi. Kommentariyada yozib qo'yasizlar. O'zbekistonda boshqa ob-havo qanday bo'lib turibdi? Zo'rmi? Shu quyosh chiqsa aka ukalar, nastroyen ham zo'r bo'ladi. Men nimaga deganda xo'rozlar chiqaraman. Xo'rozlar D vitaminidan bahramand bo'ladi. Bu xo'rozni sog'lig'i uchun, tulovi uchun. Xullas kalam D vitamini bu oyoq sog'ligi deydi. Bunga ham foydasi bor. Xullas kalam hamma narsaga foydasi bor-da. Mana xo'rozlarni hozir chiqardik. Videoni aylantirib bir tomosha qilamiz. Aka ukalar, o'zlaringizdan nima gaplar? Kommentariyada yozib qo'ying. Do'stlar, akalar, ukalar, jo'jag'an aka ukalar, hammang sog' salomatmisizlar? Kecha bitta aka ukamiz telefon qildi. Ko'ribmi, xo'rozlarni ko'rsatib gap yo'ralasizda. Bitta ukamiz xullas telefon qildi. Mendan jo'jag'an qachon uchtirsam bo'ladi? Endi qistanib yotdi-da, qistanib. Sevinib. Endi mendagilar tijolo ves bo'lsa, tijolo veslar ham chiqishi mumkin. O'rta vazn, masalan 4 kilo, 4 kilo 400. Iloji boricha mendan olsangiz shu 16 oygacha ushtirmoq. Chotga o'ynaydi. 16 oydan keyin xudo xolasa voshi zo'r bo'ladi-da. Endi uni erta ushtirib mayib qilib qo'yishingiz mumkin-da. Shu 16 oy yaxshi. Yengil vazn bo'lsa ham, og'ir vazn bo'lsa ham shu o'rtalik chotki bo'ladi hammasi. Akalar, ukalar. Keyin yana yangiliklarimiz, pramo efirlarda ko'p aka ukalarimiz ko'p iltimos qildi. Chiqamiz, odam kamda, men 30 odam, 50 odam bo'ladi, lekin prosmotr yaxshi bo'lib turibdi-da. Bu yoqda prosmotrni kamaytirib yuboraman, bilmayman. Pramo efir ishlasam, bu videolarda prosmotr kamayib qoldi. Videolarda ko'proq ishlasam, pramo efirda pasayib qoldi-da. Xullas, shuni bir proba qilib, quruq video joylab ko'ramiz. Shuni endi bir o'rganishdamiz aka ukalar. Asta-sekin deydi-ku, musulmonchilik ham asta-sekin birdan bo'lib qolmaydi. Keyin yana bitta o'zlarimizni nima deydi? Xorazm, masalan, Qo'shko'pir ayniqsa aka ukalarimizga bir iltimosim bor. Og'alar, ukalar, sizlardan iltimos, oqshomom endi bularga shu o'zlarimizni shevada, o'zlarimizni nimada yuboraman endi. Bular o'zlarimizki. Endi ko'p chetnikini ko'p tushunsin deb gapiramiz. Xullas kalom, og'alar, ukalar, meni o'yima iltimos, shuda yaqin o'rtada bo'lsangiz, kasal parrandalaringizni ekkamanglar, iltimos. O'zi juda ham bir ko'p menga qiyinchilik bo'ladi-da. Masalan, shunchalik o'qildorim nimam chiqib ketadi. Masalan, siz kasal parrandangizni ekkasangiz, bu oyoqimdan keladi. Oyoqimdan keladi. Sizni kiyimingizdan keladi. Mendan xafa bo'lmanglar lekin. Ukalar, og'alar. To'g'risi-da, oqshom birsa ekkatdi bir xo'rozini. Telefonlashmasdan ham mashina ichidan sag'andan to'g'ri ekkan, qapini taqilab turib chiqsam, chug'ma bo'lgan xo'rozda. Ben to'g'ri keladimi shu masalan? To'g'ri kelmaydi. Men masalan doktor emasman. O'zim shu 40 yillik tajribamni aka-ukalarimizga o'rgataman. Shu aka-ukalarimiz bizlarga o'xshab, biza tajribasiz paytimizdagi xotiralarni qilmasin degan nimada. Ana shu uchun
Ağalar bu koyunlar bu ben sana. Doğrusu da hapa olup gittim mesela. Bir de mesela kımmat horazlar tuttu. Doğrusu da özümdeki ölüp gitse hem ben kısımlıyım. Ben bir de Orta Asya boyunca kelgen keminde 6 mərtə, 7 mərtə, 17 mərtə utkan horoza tuttu. Bunun yegeleri var hele köpsünü yegelerini yutkan horozlardı yegeleri. Çet devletlerde yürüptü. Bana işanıp. Farhat ağam yaxşı çıkar idi. Öldürmedi. Hep 6 mərtə, 7 mərtə utkan horozlardı. Taşap arkanı çetildi yürüptü. Çünkü ben korkamam iki ülkeler. Yaman görseniz yaxşı görseniz şu. Ana şu gapni aytmoqchi edim. Xullas kalam. Endi xuloslarni tomosha qilsak bo'ladi, aka-ukalar. Videoni aylantirib beramiz. Keyin temperaturalar bo'yicha ko'p nimalar bo'ladi? Aka-ukalar. Necha temperatura qo'ysak bo'ladi? Bu mesela tabiiy boqqaningiz yaxshi. Tabiiy agar u issiqlik qo'yaversangiz ham shu kasallikdan bosh chiqmaydi. Qishni kuni ham. Tabiiy qo'yish kerak. Agar tuxumga muhtojlik yeringiz bo'lmasa, tabiiy qo'yish kerak. Yanidan bir ikki tovuqlarni chiqarib yuboraylik. Oh, Hancar kışkırdı Hancar. Bu eslaringizda bo'lsa chug'i yeyib turadi bu chiqarganda. Ha, shu Hancar. Oğlum tüleklerden kork. Malades, korkma tüleklerden. Sen yuvarinma ona. Ana aka-ukalar. Hele birinchi kışkırışı bu hele tülekler yanında. Bu ichkarida onda sonda kışkırıp yuraveradi. Bu tülekler yanından çıkarsa tülek turgan yerde jo'ja qo'rqadi da. Aka-ukalar. Tak qaysi makonlardan bir ikki makonlar chiqarishimiz. Shuni chiqarib Çık. Çıkmasan çıkma. Evet, sola aka-ukalar Hancar. Bu savunmesini materyal bo'lgan bu savunmesini. Ota taraf yarımı ota taraf bunu atasını koyup koyamaz yan başına. Xudo xolasa montajda. Yarısı ota tarafga o'xshagan, yarısı ona tarafga o'xshagan. Bo'lashganlar bunu. Mana bu bosh qismidagi perlari otasiniki o'zginasi. Figurasi lekin otasiga birga bir chiqqan. Mana bu Kobra. Toshkentdan kelgan. Muzaffar ukamizdan kelgan Kobra bu. Bu ham Qozog'istonda bu yerda utib yurgan narsaning bolalari. Ha, kışkırsan ham yanına geldim. Bu Çubatı bo'ladi, laqabi Tuman. Malades. Endi her günü endi havolarınız var, her günü ilacı barcha, her günü video qilaman. Shunday muxlislar bor ekan. Polnusti hamma birim biladi ekan. Hammasi xorozlaru, makonu, jo'jalarimacha har bittasini nechasi bor. Shu daraja muxlislarimiz bor ekan aka-ukalar. Xullas kalam, jo'jani ham haqiqiy muxlislarimiz olib turibdi-da. Shu jo'ja tanlaganda vaqti qayil qalamanda, faqat aka, mana shu jo'ja, mana shu makonni bolasi, xo'rozi mana shu dedi. Mana shu bitta tanlashga qarang. Mana u ana xo'roz, masalan, mana u Taysonning bolasi, mana u
Yana bir nakantçının balası. Mana shundan bitta. Top o'ziniki deydi tanlaydi-da. Nimaga deganda, yashirmasdan hamma narsani ko'rsataman. Har kuni bo'lmasam 2 kundan. Endi bir zarur ishlarimiz chiqib qolsa, bir diyorim ko'rsatmashimiz mumkin. Lekin ko'p ko'rsatamiz. Yaxshi narsa bu-da, yaxshi. Shu doimiy kuzatsa, shu muxlislar aniq haqiqiy muxlis bo'ladi shunda. Baxillik qilib kuzatsa, baxil ichi yonib kuzatsa, unda bo'lmaydi. Bizda yolg'on yo'q, hamma narsasi chestni. Yana bitta narsa aka-ukalar, masalan, sotilgan jo'jalar bor. Sotilgan jo'jalarni masalan, bu 50 ga 50 o'zingizga qaraydi. Nimaga deganda, bu xo'rozni boqadigan odam yaxshi parvarishlab, shu yoshiga to'lib, xo'roz o'zini ushlab olgancha urishtirmasdan, kasallantirmasdan, bir zakoniyati, kalati boqsa, ana shunda zo'r xo'roz bo'ladi. Yoshligimdan chalama chekki boqib, har xil kasallantirib, har xil antibiotiklarni urib o'sgan jo'ja agar endi o'zingiz tushuningizlar, u hech kim bo'lib bilmaydi. Shuning uchun urishtirgandan o'zini mosini, o'zini tengini keyin tovlab, cho'tka deb urishtirsa, xudo xolasa liboy xo'rozni uradi. Xo'roz zo'r qochmaydi. Milliard degan yolg'on gap aka-ukalar. Zo'r qochmaydi degan. Dunyoda qochmaydigan xo'roz yo'q. Dunyoda qochmaydigan xo'roz yo'q aka-ukalar. Agar shu qochmaydigan xo'roz bor deb men bilan bahs bo'ladigan bo'lsa, liboy summadan men bahs poylab beraman. Qochmaydigan xo'roz bo'lmaydi, qochib bilmaydigan xo'roz bo'ladi. Xo'roz действительно qizib turganda, nerv faoliyati qizib turganda, zarba, tayoq bilinmaydi, og'rimaydi uni. Nimaga deganda, nervisi qizib turadi, og'rimaydi. Shuning uchun ham qochmaydi. Bir soat qo'yib, sovutib, keyin yuboring qani. Ko'ramiz. Qochadi. Liboy xo'roz qochadi. O'rtada o'ladi, qochmaydi deydi. Конечно, u tayoq bilinmaydi unga. Nervlari qizib turgandan keyin zarba bilinmaydi unga. Shuning uchun ham qochmaydi u. Ozgina sovutib turib yuboring qani, g'aqaqlab ketadi osmonga uchib. Tayoq bilinsa. Ana shunday gaplar aka-ukalar. Bugungi mavzumiz kasalliklarga kamroq yondashdik. Nimaga deganda, bu tomosha bir video bo'lsin dedim. Kasalliklar to'g'risida o'zi primo efirlarimizda o'zi cho'tki bo'lib turibdi o'zi. Videolarimiz ham o'zi hamma kasalliklarga ikkidan video ishlab chiqdik o'xshaydi. Mana shunaqa gaplar. Men shu videoda ko'rsatib o'tayım. Shavkatjon ukamiz bugun bir jo'ja ketadi, bir dona. Kechagi efirimizda xullas 3 ta jo'ja qoldi. Katta partiyadan 3 ta jo'ja qoldi. Hanjar ish xo'roz yaxshi ko'raman. Bir qishqirib olsam ham, hali bu qishqirib to'xtamaydi bu hali, xudo xolos. Yana 1 oy 2 oydan keyin. Hali men qo'rqib turibdi tulaklardan. Молодец, yolg'on deydi. Kecha primo efir qilganmiz. Primo efirda aytganman buni. Rossiyada egasini ikkitasi Rossiyaga ketadi deganman. Xullas tanladi endi egasi. Bitta navdonchidan mana u xo'rozni tanladi. Keyin mana u Taysondan.
Kanatlarına raketa kanat çok genesi. Ha. Hemen onu terledim. Bu yani kanatlar raketa kanat. Keyin o'zlarimizdan evvelem Jo'ja og'am, Shavkat degan ukamiz o'zlarimizdan. Xorazmdan da. Evvelem menden Jo'ja og'am. O ikkitasini olsa bittasi mana bu bitta yurgan Svobodniymi deb qoldi-da. Haqiqatdan ham Svobodniy edi. Bu ham chiqib ketadi. O chiqib ketadi. Bular fevralgacha boqib berishim kerak-da. İkisi qoladi endi. Ana o chiqib ketadi. Bedanapar. O'ta darajada chiroyli narsa hozir. Juda ham yaqinda ko'raman. Qanotlar raketa qanot bedanapar. O chetda turibdi. O'ta baquvvat. Baquvvat bo'lib chiqqan Taysonni bolasi. Oyog'ini hozir yirikligini ko'rsataman. Oyoqlarini ham yirik qilib berganman. Dur. Bu joyda dur. Xullas kalamda. Xullas kalam aka-ukalar, shu 3tasi qoldi-da. Bittasi endi chiqib ketadi. Ikkitasini fevralgacha boqamiz. Xudo xolasa chempionlar bo'lsin. Ya hozir 10 minut, 2 minutni xo'rozlarni tomosha qilib turib, o'zi xo'shlasak bo'ladi yana bir videoni anatiramiz. Endi ko'p aytganmiz bu xo'rozlar qayerdan kelgan, kimiki. Prosta bu yerda endi kanalimizda yangi aka-ukalarimiz bor-da. Ana shu aka-ukalarimiz uchun yana bir marta tanishtirib o'tamiz. Mana bu xo'roz Mahkam degan ukamiz bor. O'zi xolodilnik usta. Hozirgi kunda Toshkentda firmada ishlaydi. 17 ta yutgan xo'roz mana shu. Egasi shu Mahkambek degan yigit. Hozirgi kunda 11 minglik makonimizda qo'shilib turibdi. 4 ta bolasi chiqdi, xudo xolasa. Mana shu xo'roz. Endi ana ikkinchi xo'rozimiz. Bu Tayson degan xo'roz. Bu Urganchdan G'anisher degan ukamizdan kelgan. Tayson degan. Bu eng qiziq yeri buni 6-yutug'ida tumshug'ini tepa tarafi umuman polniy ko'tarilib ketgan. Samarqandniki bilan o'ynagan. Shu tumshug'i ko'tarilib ketsa ham bir amallab tumshug'ini bog'lab yutib chiqqan. Xullas. Bu yaqinda bitta ozgina oyog'i og'rib, bilmayman. Ana shu barmog'ini G'anisherdan so'raymiz buni. Qiyshiq evveldan bormadim, men e'tibor bermayapman. Sal yomon emas hozir, yaxshi xudo xolasa. Mana bu xo'rozimiz Zilzila. Zilzila laqab nima o'zi Toshkentdan kelgan Muzaffardan. Muzaffar degan ukamiz bor, hamkor. Endi hamkorlarimiz ko'p, ukalarimiz, mard yigitlar. Xudo xolasa. Bu ham qattiq narsa. Mana bu xo'roz Samarqanddan Azimboy degan ukamizdan kelgan. Azimboy degan ukamiz hozirgi kunda Isroilda. Ana isbotlab ham qo'ydi. Isroilda shu musofirchilikda taksi haydaydi. Farhod aka, sizga ishonaman. Shu yo'qolib ketmasin. Endi ko'p aka-ukalar ham shunday tashlab ketgan, musofirchilikka ketadi, netadi. Endi muxlislarimiz menga ishonadi. Yo'q bo'lib ketsa, hatto bu dumimoza jujasini olaman dedi, kesam dedi. Xullasda. Xullas, uzoqlashib ketdik temadan. Buni zoti Chubatu, laqabi Tuman. Buni ham 6 ta yutug'i bor aka-ukalar. Bu 4 ta shu naqdonut bilan 2 marta pateriya bilan yutganlar endi qog'ozga o'rab aytaman, yutubga to'g'ri kelmaydi. Halollab qo'yganlar 2 marta. Mana bu ham Muzaffardan kelgan bu Cobra degan nimasi? Qilichkasi.
Zat Şam o. Endi bu yerda judayam bir buni hamma taniydi uni. Bu mening o'zimni zotim bu aka. Hanjar bo'ladi. Sen ham qishqirib tur, yana bir qishqirib so'ntirib verding. Ha. Qo'qirda. O'zi qo'qirdamasaydi bu tulaklar yanında. Bugün bir ikki marta qo'qirdab qishqirdi bugün. Yosh jo'jada bari, yosh jo'ja. Kichik paytidan mana tulaklarni yanında turibdi-da, bu taniydi tulaklarni. Aka-ukalar, bugungi bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shular. Tomoshabop video bo'lishini harakat qildim. Aytib turgan nimaiki gaplab turgan bo'lsak, aytib turgan bo'lsak, bu hammasi haqiqat. Akalar, ukalar. Bizda gapimizda unday yo'q, yolg'on yo'q, dalil isboti hammasi shot deydi xolos. Bu narsada nima bo'lmaydi, aldov bo'lsa 1 kunlik, 2 kunlik bo'ladi. Ben bu yukmaydi yani, haram narsa yukmaydi. Endi aka-ukalar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Nimaga deganda, kasalliklar mavzusi bo'yicha ham ko'p videolar chiqamiz shu ukalarimiz uchun, bilmaydigan akalarimiz uchun ham, xullas kalamda. Qo'yadadi ko'rsatib bilmashali. Obuna bo'lib qo'ysangiz foydasi tegadi. Qarab. O'tiray. Telegram guruhimiz var. Telegram guruhumuza o'tsangiz, bu yer ham foydali. Kasalliklar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Qo'ra janglarni tomosha qilishingiz mumkin. Aka-ukalar, sog' salomat bo'lasiz. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsiz.